Ha, Yuji, bir narsani so'rasam maylimi? Ha, aytaver Junbay. Nimaga meni do'stim bo'lishga shunchalik harakat qilyapsan? Chunki sen ajoyib bolakaysan. Kim ham seni do'sting bo'lishini istamas. Onasi yolg'izligini eshitganing uchundir balki. Yo'q, onangni bunga aloqasi yo'q. Shunchaki jigarim bo'lishingni istagandim. Unda rahmat Yuji. Bu biroz achinarli bo'lishi mumkin, ammo sen meni yagona do'stimsan. Mayli. Jinurchi, senga bog'lanib qolishdan oldin uni o'ldir. Junpay, shu yerdamiding? Ketib borgan Junkayu. Do'sting kim? Men Yuji Itadoriman va uning yaqin do'sti. Siz uni opasi bo'lsangiz kerak. Juda ham yoqimli, ammo uni onasiman. Yo'q, siz men bilan tengdosh ko'rinarkansiz. Qoyil. Do'sting juda ham hazilkash ekan, Junpay. Ana bo'ldi, u meniki. Hoziroq men bilan olmash. Hozirmas, sukuna rejam o'xshayapti. Kechga ovqat pishirmoqchi edim, Junpay. Balki kelishgan do'sting ham taklif qilarsan. Endi u aniq bizniki.